Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 37, Making a Bookcase. Assalamu alaikum sahabatlar, yaxshimisizlar? Bugungi darsimizda Yangi o'quv ingliztili birinchi qism 37-dars Making a Bookcase degan darsni ko'ramiz. Hamsa kitoblarning o'sha 37-darsini ejib, o'sha dars bilan birga mashina bir bilgan sanlar. Xo'sh, hamsa shu bugungi darsimizdagi avval yangi so'zlarni bir o'rganib chiqsak, aniqda shu bugungi darsimizga o'xshaydigan yangi so'zlarni avval bir qatim bir ko'rib o'taylik. Agish bo'lganlar, birinchisi nima ekan desanglar, work. Okay, o'g'illar, work. Yaxshi. Work, xizmat qilmoq, ishlamak degan gap. Fe'l. Okay, number 2, hard. Okay, hard. Okay, and bu tirishib, qattiq, masalan, qattiq ishlash, tirishib ishlash, nima? Work hard. Work hard. Okay, next one is make. Okay, nima bu deganimiz? Make. All right, make. Make deganimiz yasamoq degan gap. Yasamoq. All right, next one is a bookcase. A book, kitob, case, eshik, sanduq, chamadon deb bo'lgan nima? Bookcase. Kitob shkafi. Kitob shkafi. All right, next one is hammer. All right, hammer. Xo'sh, endi hammer deganimiz nima bo'ldi? Bolqa degan gap. Hammer deganimiz bo'ldi, bolqa. All right, next one is paint. Paint bo'lsa sirlamoq. Okay, next one, pink. Okay, pink. Pink shapqulchichka, holram, shunami? Okay, next one, favorite. Okay, favorite. Favorite. Eng yoqtiradigan, eng yaxshi ko'radigan bo'lsa nima? Favorite. Qaranglar, work hard, make bookcase, hammer, paint, pink, favorite. All right, first one is work. Okay, and the birinchi so'z nima ekan? Bo'ladi, work. And the work deganimiz nima? Desanglar, ishlamak yoki ish degan gap. Qaranglar, go to work. Okay, go to work. And the go degan bormoq nima? Go to work bo'lsa ishga bormoq. Ishga bormoq. Ishga bormoq degan nima deymiz? Go to work deymiz. Endi masalan, ma'lum yeri ishlash, ishlamak bo'lsa nima desanglar, work in some place. Masalan, I work in a bank. Men bir bankda ishlayman. I work in a bank. Men bir bankda ishlayman. Endi bu yerga he works at the bank bo'lsa, u bir bankda ishlaydi. Endi bu yer at the bank bilan in a bank degan, and in a bank degan bir bankning ichida. Demakki bankda ishlaydi degan gap. Ma at the bank deganimiz jo'grafiyalik o'rinni ko'rsatadi. Demak, endi u bir bankda ishlaydi demakchi. Shu bankning ishxonasida yoki bankning o'zida shunami? At the bank demakchi bir jo'grafiyalik o'rinni ko'rsatadi bolalar. Farqi o'xshashlar nima bankda ishlaydi degan gap. Undan ikkinchi yana we work from 8 to 6. Biz shu 6 dan 6 gacha qanday qilamiz? Ishlaymiz. We work from 8 to 6. We work from 8 to 6. Biz 8 dan 6 gacha ishlaymiz demakchi. Shu kunduzlik mashg'uliyat vaqti shunami? Work. Work deganimiz ishlamak. Okay, and masalan, how are you doing at work? Okay, how are you doing at work? And how are you doing? Demakchi, bir ishlashingiz qandaroq at work? Demakchi, xizmatingiz qandaroq? Xizmatingiz qandaroq ishlayapsiz degan gap bo'ldi. How are you working at work? How are you doing at work? Endi ishlaring qandaroq? Demakchi nima? And they are working in the office. Endi nima? Bular qarsanglar bu rasmlarmi? Ular nima ishlayapti? They are working in the office. Ular ishxonada ishlayapti. Demak, endi nima work deganimiz ish degan gap. Masalan, homework deymiz, uy topshiriq. Demakchi topshiriq. Masalan, o'quvchilar sizlarga berilgan topshiriqni deymiz, homework deymiz. Work. Good. Next one is hard. Okay, hard. Hard deganimiz qattiq. Qattiq. Masalan, work hard, study hard, hard working. Endi bu inglizchami? Masalan, uyg'urcha o'xshash qanday desam, masalan, qattiq ishlamak. Demakchi, intan tirishib, demakchi aytdi. Tirishchanlik bilan degan gap shunami? Masalan, work hard. Demakchi, tirishib ishlamak. Masalan, he works very hard.
u intayin tirishib ishlaydi. Demakchi, ishchan, tirishchanlik bilan ishlaydi demakchi, ha? And the study hard. And the tirish o'rganmak. Nayda tirish ishlagan, o'rgangan bo'lsa, uni study hard. Okay, and the hard working and the ma'ni ma'risanlar bu alayda sifat, ha? And the ishkital so'zning tuzilgan sifat. Shuni men o'tirga siziq so'qadi. Demakchi, hard working, tirishchan degan gap. Masalan, hard working student. Tirishchan o'quvchi. Okay, tirishchan o'quvchi. Okay. Masalan, hard working employee, tirishchan hamda xodim degandek. Okay. For example, I work hard every day. Men har kuni tirishib ishlayman. I work hard every day. Men har kuni tirishib ishlayman. Tushunami? Masalan, she's hard-working student. She's a hard-working student. Hamda u bo'lsa bir nayti tirishchan o'quvchi. O'quvchi. Hard. Okay, what about next one is make. Okay, make. Make deganimiz deb boshda marketda o'rgangan shunami? Masalan, what make is it? It is a Volvo. Onun markasini narsa u bo'lsa bir Volvo shunami? Endi bugungi ma'no narsa make yasamaq. Masalan, make a coat. Palto yasamaq yoki palto tikmak shunami? Make the bed. Karvatni yig'ishtirmoq. Yoki o'ransamaq, yig'moq degandek, make the bed. And then make a noise. Okay, noise degan varangchiron shunami? Varangchironlar yasig'ini olamda, varangchiron qilmoq shunami? Varangchiron paydo qilmoq. And then make a mistake. Make a mistake bo'yicha xatolik yasamoq. Demak, xatolik o'tkazmak degan gap, ha? Make a mistake. Make a mistake. Make a mistake. Demak, inglizchada bir gap, ha? Shu xatolik o'tkazish sizningki tirishayotganligingizni isbotlaydigan bir isbot yoki shohid debchi. Demak, sizni xatolik o'tkazishdan qat'iy qo'rqmang. Sizning xatolik o'tkazganingiz naq sizningki yangi bir ishga tirishayotganingiz, shu ishni urinib yiqayotganligingizning shohidi. Xatolik o'tkazmasangiz hech narsaga erisholmaysiz. Xatolik o'tkazsangiz cho'qim bir narsaga erishasiz, ha. Okay, u bo'lsa experience, tajriba. Bu bek muhim narsa. All right. Okay, and I like to make paper clothes. Okay. And the misharik, I like to, men bunda qilish qamroq. Nimaga biroq? To make paper clothes. And men qog'oz kiyim-kechak yasash qamroq. Demakchi, qog'oz bir, masalan, bir qizlar, bunda bir kiyim-kechak yasab, bunda qilishgan narsalarni amroq tushunami? Shuningga, I like to make paper clothes. I like to make paper clothes. And the king suture, my mom is making the bed now. Apam hozir karvatni qanday qilyapti? Yig'ishtiryapti. Masalan, atdegan o'rninglardan tug'andan keyin qanday qilsizlar? Make the bed qilsizlar. Karvatni bir tuzashtirib o'tamiz. Ya karvatni bir oranj yig'ishlab qo'yamiz-ku. Ham chet ellikniklar shu karvatni retlasa, karvatni yig'sa, make bed deymiz. Demak, my mom is making the bed now. Hozir karvatni qanday qilyapti? Yig'ishtiryapti. Anda masalan buyruq jumlalarda manda qilmang deganda deymiz inglizda don't deymiz. Don't make a noise in the classroom. Darsxonada varang-churun qilmang. Demakchi, don't make a noise in a classroom. Don't make a noise in a classroom. Demakchi, darsxonada qanday qilmang? Varang-churun qilmang.